Jomboy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli G'uncha 21-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Xayr bog'cha salom maktab shiori ostida mehrga to'la quvonchli tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda tarbiyalanuvchilar, ularning ota-onalari hamda bog'cha jamoasi faol ishtirok etdi. Tadbirning asosiy qahramonlari bo'lgan kichkintoylar maktabga ilk qadamini qo'yayotganlarini bayramona ruhda nishonlashdi. Ular o'zlarining ijodiy chiqishlarida she'rlar, qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari bilan tomoshabinlarga samimiy his-tuyg'ular ulashdi. Tadbir davomida bog'cha tarbiyachilari kichkintoylar bilan birga yillar davomida erishilgan yutuqlar, iliq xotiralarni eslab o'tishdi. Ota-onalarning yuzlaridagi quvonch va hayajon esa tadbirga alohida ruh bag'ishladi. Tashkilotchilar tomonidan bolajonlarga esdalik sovg'alar topshirildi. Maktabga ilk bor qadam qo'yayotgan tarbiyalanuvchilarga esa omad va zafarlar tilandi. Bu kabi tadbirlar nafaqat bolajonlar, balki ota-onalar va pedagoglar uchun ham unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Xayr bog'cha salom maktab nafaqat bir bosqichning yakuni, balki yangi siyosat sari ilk qadamdir. Bugun Jomboy tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 21-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Xayr bog'cha va salom maktab tadbiri o'tkazilmoqda.
Ota-onalar bunda juda ham yaxshi ishtirok etdi, faol qatnashdilar. Bitiruvchilarimizning kayfiyatlari juda ham a'lo. Ularga kelajakda o'qishlarida omad, yurtimizga xizmat qiladigan farzandlar, ota-onasining orzusidagi farzand bo'lib yetishlarida tilakdoshmiz.